Bir xil aytadi, u deydi pulga berib anaqa qilyapti, unaqa narsa yo'q. Bu nimaga organizmimizni, ichlarimizda ham yoshartirib borar ekan. Allohga shukr, 3 kun mobaynida menga umuman foydasini berdi. Hammalari olib ichsin. Hammasi shifo ekan, Allohga shukr. Oyog'im, bo'g'imlarim, mana unaqa bo'g'imlar bunday nima bo'lardi-da. Anaqa qo'llar tortishar edi. Shunaqa ham menda nihoyatda katta foyda berdi. Oshqozon, o't pufak dimlangan, zardalar bo'lar edi. Misol organizmlar yosharib boryapti-ku, o'zimiz ham qancha yaxshi kayfiyatlarim ko'tarilyapti. Xudoga shukr, yaxshiman-da. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidaman, Nursi qishlog'idaman o'zim. Men mana shu 4-5 yildan beri mazam qochib, oyog'im og'rib, bo'g'imlarim, mana shu qo'llarim uyushar edi. Jigarlarimda ancha muammolar bo'lgan ekan. Endi mana shu borib doktorga davolanaveraman. Endi bitta joyingizga bo'lar ekan, qolgan joyingizni urib ketar ekan u narsalar. Endi dori davo u ham yomon emas, misol shifo topdik unda ham 6 oyda borib davolanaverar edik. Mana endi Xudoga shukr shu 2024da 21-yanvarda borib, Allohga shukr 3 kun mobaynida menga umuman foydasini berdi. Ular endi borganimizda aytishdi-ki, bir elab o'tadi, qaytingizda kasalingiz bo'lsa deyishgani uchun men tushkunlikka tushmadim. Bo'lmasa men 120 ga ham yuragim gupillab qolar edi. Unaqa bo'lmadi menda. Tushkunlikka tushmaganim sabablimi endi? Keyin Allohga shukr shunaqa qilib men 3 kunda ta'sirini bildim. Buni yosh qari ham ichish kerak ekan. Bu nimaga organizmimizni, ichlarimizda ham yoshartirib borar ekan. Men shuni bildimda, mana 1 oy 12 kunda men 50% ga o'zgardim. Oyog'im, bo'g'imlarim, mana unaqa bo'g'imlar bunday nima bo'lardi-da. Anaqa qo'llar tortishar edi. Asabiy edim. Keyin uxlamasdim, kechasi menda uyqu bo'lmasdi. Kallam ko'p ishlar edi. Kallam nimaga ishlayverar ekan, meni hamma yo'g'im nima bo'lsa deyar edim. Shunaqa tushkunlikka tushib qolgan edim. Oyog'im og'riyar edi. Men o'sha Alichega borganimda oyog'imni baylab borgan edim. Ana chap oyog'imni. Shu 3 kun ichganimdan keyin men oyog'imda umuman o'sha baylovni tashladim. Shunaqa ham menda nihoyatda katta foyda berdi. Ha deb intikar edim. Jinday yursam, keyin mashinada oyog'imni qayerga shu bir joyga borsam, mashinaga borsammi, mashinada shu uyga o'tirsam deyar edim. Oyog'im nihoyatda qattiq og'riyar edi. Jigarimda yog' bosgan. Butun tanalarimda endi mana shu oshqozon, o't pufak dimlangan, zardalar bo'lar edim. Qarangda, keyin belimda grijam bor, bo'ynimda tuzlarim bor. Shu menda juda ham ko'pida kasalligim. Doktorga borib yozsak, bitta joyimizda davolaydi, biz oyog'imizda davolaydi. Bu hamma joyimda davolab ketyapti. Ana shundan minnatdorman, xursandman. Olib ichinglar, hech ham yolg'on narsa yo'q ekan bu yerda. Bir xil aytadi, u deydi pulga berib anaqa qilyapti, unaqa narsa yo'q. Umuman yo'q. Men benihoyatda xursandman. Ilohim yuzga kirsin. Alloh umrlarini ziyoda qilsin shu ishlab chiqarganlarga. Keyin mana har hafta Javohirbek telefon qilishadi. Xolajon, qandaysiz? Men juda ham yaxshiman, Xudoga shukr. Doktorga borib yozsak 10 kun yotib kelamiz. Doktorlar endi haligi afotga kirgandek. Bizni har hafta qilishadi mana. Ulardan ham juda xursandman. Har hafta mana telefon qilishadi. Qiynalganingiz yo'qmi? Birov bezovta bo'lgan yo'qmi? Biror joyingizga yo'q o'g'lim. Men zo'r bo'lyapman. Necha foizga? 50% ga o'zgaryapman deyman. O'zgaryapman-da. O'zgarmasam o'zgarmadim deyman-ku o'g'lim misol. Yaxshiman, Xudoga shukr. Men Allohim menga qancha umr bergan bo'lsa, shuncha davom etkazaveraman. Ichishda to'xtatmayman. Men shunday deb o'zimga reja tuzdim. Men to'xtatmayman. Nega men qadda yana ichlarim, misol organizmlar yosharib boryapti-ku, o'zimiz ham qancha yaxshi kayfiyatlarim ko'tarilyapti. Ali biz ham endi nevara-evaralarni ko'rgimiz kelib, shular to'yini ko'raylik, shularni ichib boraversak, biz ham Allohim yetkazadi. Alloh umrni qancha bergan bo'lsa, shu vaqtda ichishni men o'zimga nima qilib oldim. Endi bu haligi sahrdan ham nima yomon ekanda bu, nima? Serrozdan ham yomon ekan narsa ekanda bu, jigar yog' bossa. Ishas ekan, qoningiz ishar ekan, qornim shib ketgan, yuzlarim shib ketgan, qo'llarim shib ketgan. Endi bunday tasavvur qilavering, endi oyoqlar shib ketgan. Endi men umuman o'zimda hali g'alat nimaga tushirib qo'yganman-da, hali aytayapman, men o'laman shekilli. Endi hech kimga hali qaragim ham kelmaydi deb. Shunaqa tushkunlikka tushib qolganim. Xudoga shukr, yaxshiman-da.
farzandlaringiz nabiralaringiz ko'zga ko'rinaverar ekan endi ilohim shular tinchlik deysa ekan shunaqa bo'lib qoluvdim men juda yomon tushkunman kallam ishlayveradi nega bu kallam ko'p ishlaydi hamma yo'g'im tinch bo'lsa nega menda halovat yo'q uyqu yo'q deyar edim 2 kun rosa ham chiroyli uxladimki hech bo'lmaydigan hamma meni voy rosa uxlayapti ayam mushat bermaylik dedi keyin men ovqatimni olib kelib beradi yemay yotaman o'zim aytaman voy mazza qilib uxlayapman endi kechqurun uxlayman xuftondan keyin uxlayman ertalab qarang bondodga borib turaman shu 5 ta endi ya o'sha kuni tursam shunaqa yengilmanda deng keyin nima oyoqlarimda haligi baylov yo'q shunaqa yengil yurib oshxonaga chiqib cho'loq qo'yib endi dadasi ha sen boshqacha bo'lib qolibsan hech qanaqa menda og'rig'i yo'q kechalar buncha inqilaverasan deyishardi endi og'riq kuchidan dod inqillaysiz endi yo'q xudoga shukur mana o'shalar yo'q bo'ldi ishlab chiqarganlarga judayam umri uzoq bo'lsin Allohim ilohim ularni umrlarini Alloh ziyoda qilsin deyman men ichsin hamma ichsin yoshi qari ichsin men endi mana shu farzandlarimga ham endi olib kelib beraman mana o'zim ichib ko'rdim endi aytyapman endigisi ana sizlar ham ichaverasizlar hammamiz ichamiz endigisini olinglar ichinglar hammalari olib ichsin hammasi shifo ekan Allohga shukur